Aziz asrimizning aziz onalar, aziz odamlardan so'raydi qadrim, fursat g'animatdir shoh satrlar ala, bizamoq oyni bo'lib umr daftari. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Adashmasam 50% bilan bilasizlar, ko'p sayohatga chiqamiz, ha? Bilmaganlarga aytaman, ismim Abdulla. Ha, Abdulla jon desanglar bo'ladi, dik desanglar bo'ladi, boy desanglar bo'ladi. Nasib bo'lsa sayohatimizni mana Samarqand shahridan boshlayapmiz. Asli siz Qashqadaryoda kelyapsizlar. Men shu yerdan chiqdim. Sayohatimiz programmasini aytaman. Bugungi bo'ladigan joyimiz birinchisi Almasoy bo'ladi. Chimyonga borishimiz mumkin edi. Chimyon yo'llari remont bo'lyapti. Juda ham yo'l bo'layotganligi uchun agar ochiq bo'lsa Chimyonga ham o'tamiz. Almasoy xo'p qaraymiz. Agar yo'li yopiq bo'layotgan bo'lsa, hech kim o'tmayotgan bo'lsa biz o'ta olmaymiz. O'tgan sayohatlar o'ta olmaydi. Lekin boradi mashinalar. Shuni Almasoyga boramiz va qaytamizda Toshkent shahrida yaxshi bir mehmonxonada dam olamiz. Keyin ertaga Toshkent shahrini barcha eng yaxshi qadam joylarini, ziyorat joylarini birgalikda ziyorat qilamiz va kechga kimni konsert edi? Biza ko'p boryapmiz, sizlar o'tgan hafta ham juda ham ajoyib bo'ldi. Shanba yakshanba kuni konsertida bo'ldi. Juda ham qiziqarli, hamma o'ylab qanday bo'ldi deb so'raganimizda hammasi yaxshi deb aytdi. Havas qilayotgan darajada bo'ldi. Siz ham xursand bo'lib qaytasizlar narsa. Biza qaysi berib yangilik bo'lsa, shu paytgacha demak balki 200-300 balki 500 ga yaqin bo'lgandir. Demak sayohatchilarimiz bironta avtobus bizdan norozi bo'lmagan. Nasib bo'lsa sizlar ham rozi bo'lasizlar. Keyin oila a'zolaringizni barchani chaqirasizlar. Niyat qilamiz, yaxshi niyat. Mana shuni avtobusda jam bo'lib bugun ziyoratga ketayotgan ekanmiz. Alloh nasib qilsinki, mana shuni avtobusda barchamiz umraga, haj safarlariga birga borishdik. Qani? Ana endi ozgina ma'lumot berib ketaman. Samarqand tarixi haqida yo'lini eshitib ketamiz. Va keyin musiqa qo'yamandan keyin o'ynaymiz, bo'ladi? Hamma uxlashga kerak edi, hamma rozimi? Xuddi ozgina ma'lumot berib ketamiz Samarqand tarixi haqida, biz bilishimiz kerak bo'lgan ma'lumotlar va undan keyin amal qiladiganimiz haqida, undan keyin musiqa qo'yamiz. Faollar bormoz o'ynaydilar. Barakalloh qo'llar ko'taryapti, men sindirmay qo'yapman, yaxshi. Hammamiz aktiv bo'laylik. Men o'ylayman, she'r qo'shiqlar aytib ketamiz hammamiz, juda ham yaxshi bo'ladi. Bir ustozimiz aytganlar, har bir insonga Alloh to'facha qobiliyat beradi. Lekin ba'zilar shuni namoyish etadi, xalqqa, ommaga manfaat tegadi.